Keyin uni sotib chiqdik. Endi bir setkasi qolgan. Uni uyga olib borib bo'lmaydi. Pul $50 chiqib bo'ldi o'zi. Xursandmiz, shataloq otib ketyapmiz. Endi sovunni olib borib bo'lmaydi. O'rtog'im ham uyga olib bora olmaydi. Keyin anunda Obulbansani yonida oldin Sardor kafe, undan keyin oziq-ovqat magazinlar bo'lardi, parfyumeriya magazinlar bo'lardi. O'sha paytda ham Shustri bo'lgan ekanman-da. Haligilar bilan gaplashib 3-4 kunda agar sotilmaganini qaytib olaman deb, hali sovunlar 10 tadan, 20 tadan qilib magazinchi bolalarga tarqatibman. Uyga kelganman. Pul hali so'm, dollar qilinmagan. U paytda bankdan dollar olish degan narsa yo'q. Dollar puli shu oldiga borish kerak. Anunga nima deydi ota? Gostinitsani oldiga. Unaqa narsalarni ko'p ham bilavermayman. Uni o'sha pahlavonlik o'rtog'im biladi. Keyin uyda kelgandan keyin xullas kalom ayam